Mana bu Yomin guruhining muavin lideri Li Yongjun. Bu guruhning muavin lideri bo'lgandan keyin guruhning oladigan foydasi 2 hissədən jiqroq oshgan. Shu sababli u yosh turiblar iqtidorliq bosh lider degan nomga erishgan. U shundoq kelishgan, kostyum kiydigan bo'lsa, texmi kelishgan ko'rindi. Erishadiganning hammasiga erishib Ammo o'shuncha u hozirgacha qizlarni yeniga yaqin keltirmaydi ekan. Menimcha bu reallikqa toza uyg'un emas. Yaqindan beri uning bilan aralashmasam, garchi yiqilishamagan bo'lsam-mu. Aka, muavin lider. Nima ish bundoq bo'ladiganda? nima dedingiz? Kim katib? Nima ish bundoq qiladiganda? Bugün moda fasondaki yumaloq chekitlik galstukni tayyorladim. Yaxshi tanlabsiz. Rahmat. Ko'zni qamashtirgandek bo'lib ketganimni his qildingizmi? Quyosh nurindamsiz? Yo'q. Meningdan chiqayotgan parlaq nurindayman. Ha, haqiqatan ko'zni qamashtirgan. Bu bugungi bir kunlik xizmat tartibingiz. Kim kengash a'zosikan? Olamsiz? Yo'q, u cho'qon Vyetnam to'xtamining o'ngishli bo'lmaganligini deydi. Mening bu telefonni elib, kayfiyatimni buzg'im yo'q. Eski odam? Boshqalarga ziyon yetkazib narsani o'g'irlaganlar eski hisoblanmaydi. Qobiliyatsiz, hatto o'zining qobiliyatsiz ekanligini bilmaganlarning o'zimi bir eskilik bo'ladi. Kim kat bilamsiz? Nimani? O, daqiqa, nimancha qobiliyatsiz. Shu. Tirishchilik ko'rsatsa bo'ladi. Bu shuncha oddiy ish-ku. U nima ish qilmaydi? Chunki kishilarning hammasi sizga o'xshash uncha tirishchan emas. Shundaqmi? Albatta. Men hozirgacha sizdek mukammal odamni uchirtib baxmagan edim. Yana kimkan? Bu qatim cho'ng askadan kelibdi. Qanday bartaraf qilasiz? Keldik. Muavin lider, buning hammasi bir o'qishmaslik. Sen nemish xizmat vaqtida fohishxonaga kirib yuraysan. Kechiring lider, kechiring. Sen bir kasbiy xodimga shirkatning obrazini o'ylashib qo'ysang bo'ladi. Kechiring. Hammasi mening xatoligim. Kim katib? Ha. Keyinda nag bormiz? Keyin kasbning yuqori darajasilar muhokama yig'ini bor. Qarang, sizni binoning ichida tamaki chekish ma'ni qilinganligini bilasiz-ku. Muavin lider. Jo direktor, ko'nglingizni yerim qilmang.
Buning hammasi planni amalga oshiramaganning ustiga nachar xabarning tarqalishidan bo'ldi. Muavin lidermi sizdan bakli xafa bo'ldi. Shunga umidsizlanib ochiqlanib ketdi. Amaliyotda bu qatim yuz bergan ishda guruhimizning nomini o'chirish uchun muavin liderim bak kuchgan edi. Kim katib? Men nimish undaq yalaga berib yurgandiman. Men cho'qim birasining eziq turishiga uchrab ketdim. Shunga xatoligingiz ustida yaxshiroq o'ylashing. Buningdan keyin tirishib umidvorlik bilan yashang. Bugun yanada baldiroq qaytib aram eling. Rasma? Ma'qul. Amsa men atidan boshlab bak ehtiyot qilay. Endi katib. İşten tushsangiz bo'ladi. Undaqda direktor yana davomli ishlayveramda. Hozirda Jo direktorning ustili va unvon taxtasini yig'ishtirib aytinglar. Muavin lider qachon boshqalarga ishga qitim fursat bergan? Bizning hozirgi nishonimiz davlat ichi doirasida 3 o'rindagi yer shari aviasiya shirkatini sotib olish. 5 yil ichida davlat ichida 1-o'ringa o'tish. Dunyoda oldingi o'rinning qatoriga kirishdir. Shirkatimizning yer shari aviasiya shirkatini sotib olgan xabar tarqalganidan aviasiya kasbiga nisbatan cho'ng zarbalar olib keladi. Orqada Amerika, Hindiston, Vyetnam qatorliq davlatlar aktivlik bilan eksport faoliyatini olib bordi. Qani ko'pchilik kasb plani jihatdagi moliya ahvol jadvalini ko'rib beqinglar. Ko'chma mablag' 2 million 245 ming, ko'chma boylik va mahsulotlar 94 milliondan ortiq. Ko'chma nisbati top-to'g'ri 275% ga to'g'ri keladi. 215 milyon 319 ming 249 bular. Nima? Ko'chma mablag' 2 milyon 245 ming, ko'chma boylik va mahsulotlar 94 milliondan ortiq bo'lsa, undaqda ko'chma nisbati men boy degandek bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Baş direktor. Ha. Shundaq bo'ladi ekan. Qandaqsiga sonliq ma'lumot? Sonliq qiymatni boshqadan hisoblab chiqinglar. Bugungi yig'in mush yerda oxirlashdi. Qachon qo'rqinishli. Men bilgan qo'rqinishni. Unda qilsa kimmi uning oldida so'zlashga jur'at qila olsin? Keyin qandaqmi qilamiz? Muavin lider. Oy. Kechiringlar. Xato ko'ryaptiman. Ben şu sana o'xshash o'yda. Nima qildi bu? Ha, odam najab qo'rqadi. Bizni shu do'stning tilimi son deb qilg'ashi uni. Muavin lider bugun Ispaniya bosh elchixonasining yig'ilishiga boradi. Shunglashqa xizmat tartibini atiga almashtirsak qandaq? Xeyli ilgirlab qapsiz Juma. Nima? İngliz tili saviyangiz deyman. 9 yil burun chet elga borganda aloqa qilishma tasga to'xtaydi. To'g'ri dedingiz. Bularning hammasi muavin liderning tuhfasi. O'g'ri shu. Qattiq qo'l bo'lganning oxiri foydasi tegibdi. Har qatim tovush va urg'uda xatolik ko'rilganda dal vaqtda tuzib berganingiz menga ilhom bo'ldi. Tuzib berganligimmi? Undaqda Kim Katibning tez ilgirilishiga sabab bo'lgan bo'lsam, buningdan keyin qattiq qo'l bo'lsam bo'g'dak. Rahmat. Menimcha siz boya yana xato talaffuz qildingiz. Ha? Aksent emas. Aksentika. O'rganib oldim. Sat bo'ldi. Bugun murosim kiyim kiydigan bo'g'ishqa tamoq yemagan. Muavin lider, sizmi yig'in sababini tamoq yemagansiz? Qo'rsingiz ochmadimi? Oshmadi. Bilamsiz, men xizmatga zehnimni markazlashtirganda qo'sig'im faqat oshmaydi. Men hozir yeydigan narsa tayyorlay. U bu qatim yangidan vazifaga o'ldirgan Ispaniya elchixonasining boshlig'i. Yaxshimsiz. Yangidan vazifaga o'ltirganingizga muborak bo'lsin. Men Ispaniyada turib Li Yongjin muavin liderning nomini chiqa anglagandim. Ko'proq otadorchilik qilasiz. Sizmi shu? Guruhimiz yaqinqi 4 yil ichida izchil davlat ichidagi xaridorlarni rozi qilish darajasi birinchilikni saqlab kelmoqda. Biologiya kasbimi Amerikadagi FDAning e'tirof qilishiga erishdi. Shunga biz texmo bakrak tirishimiz. Agar odam kuchi boyligi mo'l bo'lgan Jungo bilan hamkorlasha olsak, biz texmo ko'p kasblarda taraqqiy qila olamiz.
rostla pek kelishgan ekan. Nimancha mehr issiq a? Shu pek kelishgan ekan. Shu pek qaltiskan. Rostla pek kelishgan ekan. Amra bo'lamaydigan bo'ldi. Ko'zimiz uchrashib qoldi. Kelyapti, kelmagan bu. Chaqchaq qilmag'ina. O'tib ketdi bu. Asli aynakka qarab ekan. Bo'ldi ketaylik. Voy. Yuringlar. Elchixon boshlig'i sizni saqlayotdi. Kim katta? Ha? Men hozir qandayroq? Intayin mukammal. Qilmang ayli. İspan tilini qachon o'rgangandingiz? Ispan tili nima? Boy sizning ispaniyalik yigit bilan xeyli uzun paranglashganligingizni ko'rdim. Ha, uni demsiz. Sizning sababingizni ming taslik xanzuchi bilan inglizcha o'rgandim. Nadim ispan tili o'rganganga vaqtim bo'lsin. Faqat ko'zimga tayandim. Ko'zingizga? Shundaq. U menga shampan tutib qaragan vaqtida men bilan paranglashqis borligini bildim. Sizga qarab gap qilgan vaqtida meningcha o'chiqim sizni maqtadi. Shunga men faqat kulimsirab beshimni lang'ishtirib qo'ysam bo'ladi. Intayin yaxshi. Andan uning boshqacha niyatini his qilganda sol qo'lim bilan halqamni tutib qo'ysamlar ish bitadi. Sol qo'lingiz bilan? Ularga o'zlikni ko'rsatmamdim. Ular shu hamon o'zini chatga oldi. Bu oldin qatim tantarbiya yig'inida mukofotga erishgan o'zik. Qaltisgansiz. Shundaqmi? Meni maqtishingizni tuncha anglashim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun javob tatdingiz, somkalamsiz yoki kiyimmi totinmay davering. Qiyofatingiz esil bo'lsa, ishlaringiz ro'naqlabdi. Muavin lider. Lekin rad qilsangizmi beka? Yo'q, undaq emas. Mening sizga deydigan gapim bor edi. Menga ko'ngil zarqinmang. Biz faqat xizmatdoshlik munosabatida xolos. Mening ko'ngil zarqig'im batdi, ammo nima ish tanga? Yangi katib yolisangiz bo'ladigan bo'ldi. Men istifa beray degan. Yangi katib yolisangiz bo'ladigan bo'ldi. Men istifa beray degan. Tuyuqsiz nima bo'ldi? O'zimning shaxsiy ishi. Deganingizdek bo'lsin. Nima ish qo'llayolmayman? Voyjon, yana nima bo'ldi? Men sizlarga ayron qilarliq bir xabarni deb beray. Qanday hayron qilani xabarkan u? Cho'qib apqashli gaplar deyman. Bu qatimqisi rost juma. Ha? Anglashni xohlaydiganlar bu taraf kelinglar, bu taraf kelinglar. Tez avtirib ketaylik. Mana keldim. Eliqi kim katib? Kim katib? Uni nima bo'pti? Kim katib? İstifa berdi deydi. Qandaq qilinglar bu? Gapimga ishonmay yotamsizlar nima? Albatta ishonmaymiz-da. Kim katib qachon istifa beraman degan? Uni muavinlar shunchalik azizlaydigan tursa, nimasi kamti qandaq degan gap bu? Nimish istifa berdi u? Ha, shundaq. Rasululloh istifa berdigan bo'ldim. Rasma? Kim katib? Rasul istifa beramsiz? Ha, shundaq. Ko'rgansizlar, deganim xato emas-ku. Lekin bek tuyuqsizlar. Nimishqa? To'y qilamsiz? Yangi xizmat topdingizmi yoki chet elga o'qishga chiqamsiz? Hech qaysisi emas. Ajiba muavin liderining mijozining usulligimi? Bumi emas. Emas sababi nima? O'zimning shaxsiy ishi. Muavin lider keldi. Tinchlikmi? Yo'q.
Muavin lider yanında kim katib olmasa qandaq bo'lib ketar? Shundaqmi? Men buni o'ylab baxmabdiman. Bek afsunarlik ish bo'pti, kim Shu katib? emasmi? Şun odatda mushunaq vaqtda ushaq-tushaq yemaklik tayyorlab, chayni mush chaynakka damlaymiz, shundaqmi? Pishirilgan pranik cho'qim HO markasinikimi? Yana texi 3 poch ekan. Ha, shundaq. Fond bilan boshlig'i pullarni nimishqa so'rab berasiz? Yana nimishqa bo'ladi? Kim katib ketib qolsa, bu ishlarni men qilman emasmi? Nima? Kim katibga qarang, bundan muavin liderning tashqi qiyofatga bekrak ahmiyat berganligini bilalaymiz. Undaqda kim katib ketib qolsa, o'rniga olmishdigandan faqat menlik qoldim degan gap. Ma'lum amal yo'q tahli yo'q. Ammo sizga bekrak havas qilman. Chiroyimmi sizga o'xshash oddiy bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Muavin lider soat 7da chiqib keladi. Undaqda men soat 6:20da chiqib kelib bo'lsam bo'lmadik. Bundaq bo'lsa yaxshiroq uxlayolmadikman. Terim bunda charishib ketganda qanday qilaman? Ish qilib qanday qilsam bo'la? Tinchlikmi? Siz o'rindiqingizda o'rindiq aylantirmoqchi-ku. Tepib oldingizmi? Albatta, men kim katibning nima o'ylayotganligini besh qo'ldek bilaman. Chunki o'ngizdan istifa bergingiz yo'q, shundaqmi? Ammo bu qitim xatolashdingiz. Amsa sababi nima? Ismini qo'shib ishlatganimmi yoki shanba-yakshanbadami ishlatganlik uchunmi? Men hafta oxiridan burun odam qabul qilish e'lonini chiqarib bo'laman. Bu ishni cho'qim o'zim bir qo'lliq bejaraman. Oxir tasdiqlab bersangiz bo'ldi. O'zingiz qarab berish qiling. To'g'ri yo'llavatdim. Muavin lider, bir narsa kerakmi? Men pakbash direktordan chiqansiga boraman. Maslahat yig'inini tushga o'rlashtiring. Ma'qul. Aras, tushda uyga qaytib qilzalniman. Sizmi o'zingiz tamoq chiqavering. Ma'qul. Kim katib? Tushlik tamoq yemagan bo'lsangiz billi yeyli. Fond bo'lim boshliqi sat bo'ldi. Sirq chiqib bejirgan azroq ishim batdi. Tamoq yemisiz qandaq bo'ladi? Azroq bo'lsa-mi yevilan? Sat bo'ldi, kelar qatim cho'qim billi yeyli. Tazımı bir adamın içini sıkıp men texi bilib tamoq yegandan paylanib xizmatlarni o'tkazib olay debdiman. Zodir nima sababdan unda? Nima deysan? Tuyuqsiz istifa berishning sababi zodir nimada? Kim katibni debsan? Hozirgacha uning hamma ishlaridan xabardorman. Ammo bu ishning zodir nima uchunligini faqatla bilmadim. Ichim siqilib, beshim portlab ketaydi dedi. Rasma? Yaxshi. Qon shakari tövellab ketganda qizil odamga meva o'yitmasini yesa eng foyda qiladi. Sana birini beray. Meni qizil odamga nisbati faqat 0.3% atrofidagi meva o'yitmasini yada otamsan. Bo'ldilar. Yana o'ylab baqina. Kim katib zodi nima shunda qiladi? Rostini bilmamsan? O sening qo'l ostingda ilm 9 yil ishildi. Yaponiyada bunday kishilarni but satva deymiz. G'aribliklar bo'lsa ayol monoq deb ataydi. Men baynim dedim. 9 yil. Apla. Çataq bo'ldi. Oxiri bu ish yuz berdi. 369 degan bu gapning ozroqmi yolg'on yeri yo'q. 369. Bu del buruqtirimliq mezgili. Biladigan sen, ayolim bilan tanışıp bir ay bo'lganda ikkimiz buni taqdir deb o'ylaydik. Albatta bilaman. To'y qilganligingning 10 yilligida sovuqlikning ajratish materiali almashtirilganligi aniq esimda. Bosh direktor, odamni bakli bezor qiladi ekansan. Biz boshlanishida xuddi o'tqa o'xshash bir-birimizni ko'ydiratdik. To'y qilganligimizning 3 yilligida men uningga so'yimlikim, sizni yaxshi ko'rman degan edim. Ayni vaqtda qanday qilib sizdek odam bilan muhabbatlashib qolgandik? To'y qilganligimizning 6 yillik xotir kunida munosabatchi
Kechiring. Keyin tarafingizdan ko'samda bir qachab urg'im keladi ekan. To'y qilganligimizning 9 yillik xotir kunida Havoni bak isrof qilyapting. Nafas olmay tur ya. Acaba hozir yig'layapsan? Yig'laytdimmi? Yo'q. Shunga burunqini eslab baqsam 369 ning vaqti to'sila buruqtirmalik mazgil yetib keladi degan gap. Xuddi sesib qolgan olmadak. Sesib qolgan olmadak? Beqira. Sesib qolgan yerni elevatsakla yigilib bo'ladi. Agar avarchilik his qilsang, boshqa saq, ta'mi yaxshi olmani yesang bo'ladi. Ammo buningga o'xshash sesiq olmalar boshqa olmalar bilan birga tursa qanday ahvol yuz berdi? Boshqa olmalarning sesishini keltirib chiqardi. Bu zodi nima degani? Teximiz sesib ketishdan burun so'zlashib bosish nuqtasini tepishimiz kerak. Bosish nuqtasi? Tushundim. Navoda bosish nuqtasini tepishga ehtiyojli bo'lsang meni izla. Acaba sen bosish nuqtasini topamay ajrashib ketganmi? To'g'ri deding. Qarz qaytiraman. Bugun eng oxirgi qatimliq shundaqmi? Shundaq. Kim katib deb yozibsiz, to'g'rimi? Yo'q. Kim Misu? Yuz bo'ldim. Vay, muavin lider. Hozirmi? Menmi boramdim? Çoğun ayık baraylı. Siz yalğız barman degen go. Nemishq tuyuqsizli billa bardigan bo'lib qoldik. Bosish nuqtasi. Nima dedingiz? Men hergiz boshqalarga ishga qaytim fursat bermayman. Buni bilasiz qo'y. Ha, shundaq. Ammo men sizga yana bir qaytim ortiq fursat beray. Nima dedingiz? Endi bunday fursat kelavermaydi. Obdan qadrlang. Hozir vazifangizni o'stirib, kengash asos qiling. Yo'q, undaq maqsadim yo'q. Navoda ishingiz jiq bo'lib ketgan bo'lsa, maxsus sizga yordam beradigan biraylarni o'rnashtirib beray. Shirkat mashina bilan ta'minlab berdi. Qo'shilsangiz, yenimdan chiqarib uy ipasam bo'ldi. Uyingizning qarzini to'lab bo'ldingizmi? U qarzni hal qilib beray. Shunga buningdek texnik tirishib ishlang. Yo'q, muavin lider. Sizga shundaq deyalaymanki, nagilib berib ishlasangiz, bundoq yaxshi imtiyozga erishmaysiz. Yana texnik mendek mukammal boshliqqa erisha olishingiz notayon. Darhol qo'shilsangizmi shuhratparastgan demayman. Yuvashliqcha qabul qilib, davomli yaxshi ishlatsangiz bo'ldi. Yo'q, bu Yongjon. Kim katibin gapdi-da, pek yaxshi bo'pti. Oh, yaxshi. Uyga kiraylik. Uyga kirib paranglashaylik. Pat-pat uyga kelib bizni yo'qlab turgan.
bir binoda turib ko'rishish shunchalik tasma. Joe direktorning ish tufaylidan sal aldirash bo'lib qoldim. Joe direktormi shunchalik istidodli kishi edi. Cho'qim shunday qilamsan? Shirkatning obrazini dafsanda qilish birdamchilik ish. Shirkatni menga topshirgan ekansiz, yaxshi bir taraf qilishimga ishonishingiz kerak. Ma'qul, Yongjun cho'qim yaxshi bir taraf qila oladi. Hay, siz Yongjunni yaxshi bir taraf qilamasmikan deb ansirayotamsiz? O'g'osho, men aldiraqsanlik qilib qo'yibdiman emasmi? Xafa bo'lmang, ha? Dada apa, sizlardimi buruqtimliq mazgili yuz berib baqqanmi? Buruqtirmiliq mazgili? Nədimi bundaq iş bo'lsin? Obdanroq paranglasanglar hamma ish shal bo'ladi emasmi? Uning ustiga dadangdek yaxshi odam yo'q. Qani, tamoqqa beqinglar. Ha? Elinglar. Kim katib? Jiqiraq yang. Ma'qul, bizning Yongjunning yaqinda texmi saloblik bo'lib ketganligini his qilmadingizmi? Bak, maqtayotdingiz apa. Buning hammasi sizdan irsiyat qolgan. Bu mo mening sizni texmi hurmatlashimlik sabablarning biri. Yaqinqi biologiya kasbi Amerikadagi FBI'ning e'tirof qilishiga erishdi. Yana yer shari aviatsiya shirkatini ham setib oldik. Dada? Qaraganda sizning menga deydigan gapingiz bor qiladi. Bekadan bekaga quruq yutilib ketdingiz. Sen rastlı to'y qilmamsan? Shundaq. Voy jon, voy. Bir ayeringiz og'riyapti. Qarmoqqa saqta ko'rinyapman-mi? Ozg'inala umrim qoldi. Voy. Badan tekshirish natijangizni ko'rgandim. Salomatligingiz intayin yaxshi ekan. Ular nima deb biladi? O'zimning badanining qandaqligi o'zimga ayon. O'lish oldida navramni bir quchoqlab olishla orzuyim bor edi. Kelinimizga nisbatan hech qanday talabim yo'q. Kim katibmi istiqbolni yozibdi-ku. Bundaq ishning yuz berishiga hargiz qarab turmayman. Vah, bugun havo nima degan yaxshi. Anglashimcha bizning Yongjun har xil o'ltirishlarga xilma-xil chiroyli qizlarni ep boradi ekan. Lekin yaxshiroq oralashib baxmayla ayrilib ketadi ekan. Uning bu qig'ini boshqalarga ko'z tib qo'yg'ini shundaqmi? Shundaq. Qizlarni yeniga yaqinmi yo'latmaydi ekan. Rost shundaqmi? Shundaq. Undaqda bizning Yongjun ham Hamjini istemoqchimi? Yo'q, hargiz bundaq ish yo'q. Rost shundaqmi? Albatta, men izchil uning yanında ishlayapsam, buni har qanday odamdan bakrak aniq bilaman. Amaliyotda dadis ikkimiz eg'izimizdan chiqarmagan bilan uningdan bakli ansirgan edik. Yongjunning boshqa ayollardan bakli ehtiyot qiladi degan so'z rostmi yoki yolg'onmi? Ha, rost. Undaqda bizning Yongjun sizningcha qandaqroq? Baqaltis, iqtidorli, jalb qilish kuchiga ega. Hech qanday kamchiligi yo'q. Intayin mukammal. Rasma, Kim katibning ko'zi haqiqatan malton edi ekan. Agar birasi yenimizning Yongjunni tatib oladigan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Bo'libmi? Kim katibdek. Ay. Chaqchaqib qo'ydim. Agar Rasul sizga o'xshash qiz bola bo'lgan bo'lsa, hozirla uni to'y qil deydim. Chaqchaqib qo'ydim.
Kim katib biz mağaylı. Ma'qul. Xanım, əmsi mən mağay.